O'qitiga odam charchab ketdi-ku. 3 ta joy kovladik aka. Bu mayt nima gunoh qilganda yer qattalik qilyapti aka. Dostonbek, men bu mayitni juda yaxshi taniyman. Bu mayit birovlarning ustidan kulgan, birovlarning haqqini yegan, zino qilgan. Shuning uchun shunaqa shekilli-da. Bu ham bir Allohning bir mahluqida. Qabul qilma desa qilmaydi. Hammamizni ham mushkulimizni oson qilsin. Bilasanmi, bizning eng katta xatoyimiz nimada? Bizning eng katta xatoyimiz xuddi o'lmaydiganday bo'lib yashashimizda.